Assalomu alaykum do'stlar. Men hozir WhatsAppdan kelgan SMS, daltatilgan SMSni qanday o'qiganini ko'rgazib ketaman. Birinchi WhatsAppni ko'rgazayin. WhatsAppda hech narsa yo'q hozir. Men boshqa telefondan SMS qilib jo'natib, udalta etib mana ko'rgazib beraman sizlarga. Hozir bunaqa keldi do'stlar. Men qayerga udalta etaman shuni. Bunaqa udalta etdim. Men WhatsAppga kirib ko'ramiz. Ваши сообщения и данные сообщения удалено deydi. Men o'shani qanday o'qiyman ko'rgazib ketaman. Hozir bizga programma kerak. No. Faqat remove degan, add plus degan. Uni Play Marketdan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Nimasi kirib ko'ramiz o'sha yerga. Bunaqa qanday deydi. Mana. WhatsApp'ni o'zida ilatilgan. Данные сообщения удалено deydi. Bu yoqdan yo'qolganga bo'lmaydi. Narqa image lajinani o'tkirib qo'llansangiz bo'ladi. Agar video yoqsa like bosingizlar, yana podchasiga bosib qo'ysangizlar yaxshi bo'ladi.